Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugungi darsimiz O'zbekiston yangi tarix fanidan bo'lib, men Andijon davlat pedagogika instituti O'zbekiston tarix kafedrasi katta o'qituvchisi Karim Ulug'bekman. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda parlament va saylov tizimi, undagi islohotlar degan mavzuda dars o'tamiz. Bu mavzuyimiz juda ham qiziqarli mavzu bo'lib, O'zbekistonda o'zi boshqaruv tizimi konstitutsiyaga belgilangan bo'lib, bu 3 ta hokimiyatdan iboratdir. Birinchisi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi. Endi qonun chiqaruvchi hokimiyat bu Oliy Majlis bo'lsa, ijro etuvchi hokimiyat Vazirlar Mahkamasi va sud hokimiyati esa o'z navbatida sudlarga bo'linib, ijro hokimiyatini amalga oshirish boshlaydi. Endi biz to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzularning bittasi, birinchi navbatda biz parlamentga to'xtalib o'tamiz. Parlament so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, parla ya'ni gapirmoq degan fikrni bildiradi, ma'noni bildiradi. Parlament o'zi birinchi Angliyada paydo bo'lgan. Tarixini ko'radigan bo'lsak, ya'ni 1215-yillarda Angliyada birinchi parlamentlar paydo bo'lgan. 1265-yildan jamiyatda parlament paydo bo'lib, asosiy davlat boshqaruvini amalga oshirgan. Endi biz mustaqillikka erishganimizdan keyin albatta boshqaruv tizimini parlament bilan boshlashga jazm qildik. Ya'ni 91-yilgacha bizda Oliy Kengash faoliyat yuritgan. Bizda 91-yildan boshlab 94-yilgacha endi qonun chiqaruvchi organ bu Oliy Kengash dan iborat bo'ldi. Ya'ni 150 nafar deputatdan iborat Oliy Kengash o'z faoliyatini amalga oshirdi. Endi bu qisqa davr ichida 150-200 dan ortiq qonunlar va 500 dan ortiq qarorlar chiqarilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchi davr 95-yildan 2004-yilgacha bo'lgan davr, ya'ni Oliy Majlis faoliyati yurgizgan davr hisoblanadi. Bu davrda esa endi o'sha deputatlar soni ham keskin oshdi, ya'ni 150 tadan 250 nafar deputatga o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Bu davrda esa Oliy Majlis asosan 1995-99-yillarda 15 ta sessiya o'tkazganligini va o'sha davrlarda o'zida asosiy qonunlarimiz qabul qilinganligini aytishimiz mumkin. Ya'ni 10 ta kodeks, 2 ta milliy dastur, 145 ta qonunda qabul qilinganligini aytamiz va 452 ta qarorlar qabul qilingan. O'sha davrda ichida yana aytib qo'yishimiz mumkin bo'lgan bir katta narsa bu asosiy qonunlardagi 216 ta joydagi xat boshlari va boshqalarda o'zgartirishlar kiritilgan. Xalqaro konsepsiyalarga qo'shilishi to'g'risidagi 58 ta qarorni ham qabul qilganligini e'tirof etishimiz mumkin. Ya'ni 2005-2023-yillardagi davr bu 3-davrni o'z ichiga oladi. Ya'ni endi Oliy Majlisning tashkil etilishi to'g'risidagi qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Oliy Majlis o'zi 90-94-yillarda mamlakatimizda hozir aytib o'tdim, 150 ta deputatdan iborat faoliyatni amalga oshirdi. Bu Oliy Kengash deb yuritildi. U paytda 93-28-dekabrda bo'lib o'tgan Respublika Oliy Kengashining 14-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining saylovlari to'g'risidagi qonun qabul qilinadi va bunga binoan 94-22-sentyabrda esa 16-sessiyada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi to'g'risidagi qonuni qabul qilinadi. Va endi parlament tizimini paydo bo'lishi haqida gaplashadigan bo'lsak, parlament tizimi 2002-yil 27-yanvarda 2 palatali parlament tashkil etish to'g'risidagi referendum o'tkazilishi bilan O'zbekistonda paydo bo'ldi. Ya'ni 2002-yil 4-5-aprel kunlari bo'lib o'tgan ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 8-sessiyasida referendum yakunlari to'g'risida davlat hokimiyati tashkil etish to'g'risida asosiy prinsip to'g'risidagi qonun qabul qilindi va bunga binoan O'zbekistonda 2 palatali parlament joriy qilindi. 2002-yil 12-13 kunlari bo'lib o'tgan Oliy Majlisning 10-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatalari Respublika konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni ham qabul qilindi va bunga binoan o'sha ba'zi bir konstitutsiyaga moddalariga ham o'zgartirishlar kiritildi. Endi aytib o'tamiz, Oliy Majlis 2 palatadan iborat, ya'ni yuqori palata Senatdan, quyi palata qonun chiqaruvchi bo'lim, ya'ni qonunchilik palatasidan iborat. Endi bu yerda 2 palatali parlamentda o'sha birinchi dastlabki holatdagi soni turibdi, ya'ni Senat a'zolari 100 kishidan iborat bo'lgan va qonunchilik palatasidagi deputatlarimiz soni esa 150 kishidan iborat bo'lgan. Endi bilamiz, Oliy Majlis Senatida Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent viloyatlar va Toshkent shahridan 6 nafardan senatorlar saylangan. Endi 6 nafardan saylansa 84 nafarni tashkil qilardi. O'sha paytdagi
tizimga ko'ra Senatning 16 nafar a'zosi O'zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan san'at, adabiyot, fan, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatini boshqarishdagi katta ilmiy amaliy tajribasiga ega bo'lgan, alohida xizmat ko'rsatgan fan arboblaridan, obro'li fuqarolardan iborat o'sha senatorlar tarkibi tasdiqlangan. U prezident tomonidan tavsiya etilgan va senat tomonidan tasdiqlangan. Endi keyingi 2023-yili 30-aprelda o'tkazilgan konstitutsiyaga o'zgartirish qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi referendum o'tkazganmiz. Ushbu referendumga binoan esa Oliy Majlis tarkibi ozgina o'zgarishga sabab bo'ldi. Ya'ni 65 nafar senatordan 150 nafar Qonunchilik palatasining deputatlaridan iborat bo'lyapti. Ya'ni bunga ko'ra endi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyati va Toshkent shahridan 4 kishidan iborat senator saylanyapti va senatning 9 nafar a'zosi esa san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasidagi hamda davlat va jamiyat faoliyatini boshqa tarmoqlarda katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolardan O'zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan tayinlanyapti. Endi bu slaydimizda o'sha Oliy Majlisni boshqargan spikerlarimiz haqida ma'lumot ketyapti. Mana bu yerda birinchisida ko'rib turibsiz, Erkin Xalilov 1995-2004-yillarda Oliy Majlisning raisi lavozimida ishlagan. 2005-yildan 2010-yillarda ham Qonunchilik palatasining spikeri lavozimlarida faoliyat yurgizdi. Dilorom Toshmuhammedova 2010-2014-yillarda Qonunchilik palatasining spikeri lavozimida ishladi. Nuriddinjon Ismoilov 2014-yildan hozirgi davrga qadar Qonunchilik palatasining spikeri lavozimida faoliyat yurgizib kelmoqda. Endi keyingi ma'lumotlarimiz asosiy Oliy Majlisning vakolatlari haqida to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qabul qilinishi va unga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi vakolatlarga ega qo'shimchalar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonunlarini qabul qilish va unda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi vakolatga ega O'zbekiston Respublikasining referendumini o'tkazish to'g'risidagi va uni o'tkazish sanalarini tayinlash to'g'risidagi qaror va qonunlarni chiqarishga vakolatiga ega. O'zbekiston Respublikasida ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda strategik dasturlarni tasdiqlashni qabul qilish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish, ularni O'zbekiston Respublikasi tarkibidan chiqarish va haqidagi qarorlarni ham tasdiqlaydi. Yana boj, valyuta, kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish vakolatlariga ham ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi taqdimiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetini qabul qilishi va uning ijrosini nazorat qilishi, soliqlarni va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish ham mumkin. Endi 9-chi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini qonun yo'li bilan tartibga solishi va chegaralarni o'zgartirishini o'sha deputatlar tomonidan muhokama qilinadi va kerak bo'lsa uni tasdiqlashadi. Keyingisi tumanlar, shaharlar, viloyatlar tashkil etilishi va tugatishi, ularning nomini hamda chegaralarini o'zgartirish vakolatlariga ega. Davlat mukofotlarini, unvonlarini ta'sis etish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzadi va uni tarkibini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini ko'rib chiqadi va tasdiqlash vakolatiga ham ega. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni ombudsman va uning o'rinbosarlarini saylash vakolatiga ham ega. 15-chi O'zbekiston Respublikasida Hisob palatasining hisobotlarini ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va demonstratsiya qilish vakolatlariga ham egadir. Endi Oliy Majlisning vakolatlari shulardan iborat. Endi biz Vazirlar Mahkamasini tarkibi bilan ham tanishib o'tishimiz mumkin. Vazirlar Mahkamasi 90-yili 15-noyabrda O'zbekiston SSRning prezident huzuridagi Vazirlar Mahkamasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan tashkil etilgan birinchi bo'lib, farmonga binoan prezidentlik huzurida Vazirlar Mahkamasi tarkibi tuzilgan. Endi dastlab Vazirlar Mahkamasiga o'sha prezident boshliqlik lavozimida bo'lgan, keyinchalik vitse-prezident degan lavozim joriy qilingan va vitse-prezident 92-yilda o'z vakolatini, o'z
anaqasini tugatgandan keyin endi bizda 94-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasida 92-yil 4-yanvardan boshlab o'sha vitse-prezident lavozimi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik Vazirlar Mahkamasini tashkil topishi o'sha 94-95-yillardan endi bosh vazir lavozimining joriy qilinishi bilan tashkil topadi. Endi Vazirlar Mahkamasi tarkibi bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, davlat qo'mitasi raislari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi raisi va Vazirlar Mahkamasining tarkibiga kiradi.